Assalomu alaykum. Hozir mashinada bir kishini kutib o'tirib shu mavzu haqida gaplashishimiz kelib qoldi. Umuman self-help hozir juda ko'payib ketdi. Nima desam bo'ladi, bu albatta yaxshilik alomati. O'zbekistonda mana shu kontent yetishmayap turgandi. Self-help, ya'ni biznes treninglar yoki bo'lmasa qanaqa qilib hayotda muvaffaqiyatga erishish sirlari, hokazo. Juda ko'p avtorlar ham mashhur. Masalan, Brian Tracy, Napoleon Hill, bu Amerikadagi o'sha birinchi avlod bo'ladigan bo'lsa, Carnegie'dan boshlab deganimiz uzr. Keyinchalik bunga endi boshqalar qo'shildi. Brian Tracy'lar masalan keyinchalik qo'shilgan avlod hisoblanadi. Hill bilan masalan Carnegie birinchi avlod bo'ladigan bo'lsa. Umuman, ular asosan motivatsiya haqida yozishgan, ya'ni biznesda muvaffaqiyatga erishishda ko'proq motivatsion gaplar bilan va o'sha maqsadli o'sha o'zlarining programmalarini motivatsion g'oyalar bilan asoslashgan. Keyinchalik bu rivojlanib ketdi. Masalan, juda ko'p Peter Thiel olasizlarmi? Ya'ni hozirgi mana bu muvaffaqiyatga erishgan kompaniyaning rahbarlari kitob yozishni boshladi. Qanaqa qilib muvaffaqiyatga erishish haqida. Yoki bo'lmasa Charles Duhigg'ni olishlari mumkin. Ya'ni ular statistika, ya'ni datalarda analiz qilib turib yoki case study'lar bo'yicha shunday kitoblar yozishni boshlashdi. Ilgari case study'lar kitoblarda ko'p ko'rinmagan. Nima bo'lganda ham ko'pchiligi o'sha paytda masalan Brian Tracy yoki boshqalar haqida gaplashadigan bo'lsa, ular ko'pi masalan David Allen ham yoki bo'lmasa o'sha Getting Things Done yozganda ham ko'proq maqsadga erishish, ishlarni qanaqa qilib bajarish, ya'ni g'oya bitta. Ya'ni agar maqsadni yozmasang, u maqsad bo'lmaydi. Qog'ozga yozib olmaguningcha u faqat orzu bo'lib qolaveradi va hokazo. Va alaykum assalom Jahongir aka. Keyin hozir o'shanga yarasha bitta narsa chiqdi. Aniqrog'i o'qib qoldim bir joyda. Shunga aloqador. Shuning uchun hozir men qandaydir nima desam bo'ladi, o'sha haqida ozgina gapirib bermoqchi edim. Ya'ni self help kitoblarda yoki biznes treninglarda albatta maqsadga erishish va uni yo'llari haqida gapiriladigan bo'lsa, живой case study'lar yoki bo'lmasa haqiqiy hayotdan misollar qilib, bir ikkita misollarni hozir keltirmoqchiman. Urushdan keyin Yaponiyada hozir Yaponiyadan oldin bitta boshqa narsani aytib berishim kerak ekan. General Electric degan kompaniya bor. General Electric bu hozir o'sha paytda, hozir kunda ham menimcha adashmasam, lekin bir 2090-yillarda desak ham bo'laveradi. Shu paytlar oralig'ida Amerikada ikkinchi raqamli kompaniya bo'lib kelgan. Exxondan oldin. Va alaykum assalom Abdulaziz, yaxshimisiz? Qisqasi nima bo'ldi? Ular o'zlarini o'sha oxirgi bir masalan aksiyalarini 8 barobar oshishi yoki bo'lmasa juda ko'proq muvaffaqiyatlarga erishish sirlarini bitta odat bilan izohlashgan. Ya'ni kompaniya har yangi yil arafasida o'zining ishchilariga masalan qanaqadir o'zlarini kompaniyadagi maqsadlar va hokazolarni o'shalar yozib jo'natishlar kerak bo'lgan o'zlarining tepa pog'onadagi ishchiga. Bu maqsadlar o'sha smart degan sistemaga tushish kerak bo'lgan. Smart bu hozircha alohida mavzu. Ya'ni har bitta maqsadni o'lchamli bo'lishi, vaqtli bo'lishi, vaqti bo'lishi va qanchalik o'sha haqiqatga yaqinligi va hokazo shuni kriteriyalardan o'tgan holda qilishlari kerak bo'lgan. Ya'ni nima desam bo'ladi? Report qilishlari kerak bo'lgan, o'zlarining tepadagilariga shuni yozishlari kerak bo'lgan va kompaniya muvaffaqiyatga erishgan. Lekin qarasaki General Electric oddiy bitta lampochkadan tortib samolyotda dvigateligacha ishlab chiqaradigan katta kompaniya hisoblanadi. Kompaniyalar ro'yxatini qarashganda 3-4 ta kompaniyalar juda ham nima desam bo'ladi, past darajaga erishyapti. Ya'ni muvaffaqiyatli emas unchalik ham, ya'ni ko'rsatkichlari past. Keyin ular konsalting kompaniyani yollashadi shuni o'rganish uchun. Ular borsa ishchilari zo'r ishlayapti, ya'ni hammasi joyida. O'sha kompaniyaning smart sistemasi bo'yicha ham hammasi joyida ketyapti. Ishchilarning maqsadlarini olib o'rganyapti. Konsultantlar qarasa hammasi o'sha sistemaga tushyapti, maqsadli aniq. Keyin ularda aniqlashicha nima muammo bo'lgan bu sistemada, hamma iloji boricha o'ziga oson maqsadlarni qo'yib, bu bizda ham nima deydi, programmalar bor, har xil zametka programmalari. Bu ishni bajardim, to do list deb qo'yiladi. Shu ishni qildim degandek. Bular faqat odamga nima desam bo'ladi, ko'nglini sal to'ldirish uchun, mana bugun nimagadir erishdim deyish uchun
qanaqadir shunaqangi effekt bergan. Shu sababdan ya'ni ular asosan praktichniy bo'lgani bilan ham, lekin har doim ham kompaniyani o'zining maqsadi sari ildamlamagan. Mana endi mana shu yerdan Yaponiyada misol qilib keltiramiz. Yaponiyada o'sha urushdan ozgina keyingi yillari 50-yil, ya'ni qayta qurish boshlangan Yaponiyani, ya'ni o'sha rivojlanish darajasiga olib chiqamiz degan. O'sha paytda adashmasam Osaka bilan Tokioning o'rtasida poyezdlarda qatnovi o'rtacha hisobda 20-22 soatgacha vaqt olgan. Bular nima e'lon qildi? Hozir bizda ham shu bitta qiziq dastur boshlanyapti. Ya'ni Yaponiyadagi eng zo'r, eng yaxshi o'sha muhandislarni to'plab turib, konkursga o'xshagan e'lon qilishgan. Ya'ni qanday qilib biz temir yo'l sistemamizni yaxshilashimiz mumkin degan. Hamma nimadir qilgan, hamma ozgina narsa qilgan, o'qigan, bo'qigan, oxiri ularga bitta plan topshirishadi. Ya'ni transport vaziriga bitta planni ko'rsatishadi. Planni ko'rsatishganda, ya'ni yangi poyezd sistemasi shunaqangi bo'ladiki, ya'ni temir yo'llarda mustahkamligi, tagidagi poydevorlarni yaxshilab qo'yilishi, masalan, tezlikni 5 kilometrga soatiga oshiradigan bo'lsa, yana nimadir qilingan o'zgarishlari va hokazolari yana 5 kilometrga oshirib, oxiri ularga maksimum tezlikdagi 50-yillarda mana soatiga 60-70 kilometr yuradigan poyezdni taklif qilishadi. Ya'ni transport vaziriga. Transport vaziri aytadiki, nimaga bunchalik, sekin, bu yo'llarda tezroq yurish kerak desa, ular aytadi, yo bizda o'sha terrain ancha noto'g'ri, ya'ni yerda relyefi nima desam bo'ladi, tog'lar bilan o'ralgan. Shu sababdan tog'lar bilan o'ralganligi uchun har xil manyovrlar bo'ladi. O'sha paytlarda poyezd relsdan chiqib ketib qoladi deyishgan. Unda aytadiki ministr, bo'lmasa deydi, biz shunday to'g'ri qilsak-chi shu poyezdlarni, to'g'ri bitta relsda, ya'ni hech qanaqangi burilmasdan to'g'ri harakatlanadigan qilib qilsak desa, unda aytadiki, unda biz bu tog'larni teshib chiqishimiz kerak tunnel bilan teshib chiqsa, uni puliga bitta boshqa alohida Tokioni qayta qursa bo'ladi deb aytishadi. Lekin vazir shu mablag'larni ajratadi va hokazo. Keyin unga plan bilan kelishadi boshqatdan. Mana o'sha siz aytgan tezlik, faqat o'sha poyezdimiz bu safar 75 kilometr yuradsa, u aytadiki 75 kilometr meni qoniqtirmaydi. Menga soatiga 120 tezlikda yuradigan poyezdlar kerak deydi. Bu narsani iloji yo'q deb o'ylaydi ular, lekin 4 yil ichida ozgina shunaqangi qisqa o'zgarishlar bilan birinchi marta poyezd Tokiodan Osakaga qarab yo'lga chiqadi. Bu adashmasam 1954-yilda yo'lga chiqadi va 20 soatlik masofa 3 soatga qisqaradi. Hozir mana IT Park e'lon qilgan o'sha M-Gold Awards'mi bor, ya'ni davlat dasturlariga grant e'lon qilindi 100 million. O'shanga hamma programmistlar qatnashib, nima desam bo'ladi. Umumiy ma'noda hammani ishini oson qilishimiz mumkin. Ya'ni ham grantli bo'lish mumkin, ham undayroq qilib aytganda o'zini nomini ham chiqarish mumkin yoki bo'lmasa ko'pchilikka foydasi ham tegishi mumkin. Endi haligi birinchi voqea bilan General Electric bilan buni bog'laydigan bo'lsak, ikkovisining farqi General Electricdagi haligi to-do list yoki zametkalar bilan ishlash yoki maqsadlar shunaqangi yozib, uni bitta kompaniyani siyosati sifatida ko'rilganligi ishchilarni qandaydir ma'noda nimadir qilishiga undagan, lekin kompaniya uchun buyuk maqsadlarni belgilab bermagan. Yaponiya misolida bo'lsa, bitta ko'proq nima desam bo'ladi, shunaqangi maqsad qo'yilyapti-ku, juda ham ambitsiozni, ya'ni juda ham yuqori maqsad. Ba'zan unga erishishni umuman mumkin emas deb tuyuladi, lekin uni ozgina o'zgarishlar bilan o'shanga oxiri baribir erishilingan. Bundan nima kelib chiqadi? Ya'ni o'sha Yaponiyaning misoli bu stretch goal deyiladi. Ya'ni stretch goal bundan qanaqadir katta maqsad qo'yiladi oldinga, unga keyin sekin-sekinlik bilan erishilinadi. Birinchi smart metodi bo'yicha, ya'ni instant goallarda unda bitta mana shu kuni shu ishni bajaraman deyiladi, lekin u opshi bitta qanaqadir buyukroq maqsad sari yo'naltirilmagan bo'ladi. Ya'ni bugun kunimni unumli o'tkazaman, oilam bilan vaqt sarflayman va hokazo qilib hammasi o'zini hisobiga ketaveradi. Lekin umumiy ma'noda uncha naf bermaydi. Ya'ni yuguruvchilarda ham misol qilib keltiradi. Yuguruvchilar aytayapti, masalan 1 kilometrga yugurasan, belgilangan masalan deylik
o'rtacha hisobda masalan 100 metrga 9 sekundda yugurasan. Keyin aytayaptiki 110 metrga masalan 11 sekundda yugurasan deyapti. 110 metrgacha ham yugurishi mumkin odam, lekin birdaniga ularga 200 metrli marrani qo'yib turib, shunga 9 sekundda yuguraman desa, bu lekin odamga umuman nima desam bo'ladi, motivatsiya ham bermaydiki, uni ya'ni bajarib bo'lmasligi aniq. Ya'ni bu Nexia 3 bilan soatiga 220 tezlikka chiqasan deganda, ya'ni hamma o'zini qobiliyatini o'zi yaxshi biladi. Shuning uchun ya'ni buyuk maqsadlarni qo'yganda ham iloji boricha realniroq maqsadlarni qo'yib turib va unga ana inkrementalni kichkina o'zgarishlar, ya'ni kichkina maqsadchalar bilan erishishni aytadi. Shu gaplarni aytmasam, cho'ta o'zim ham esimdan chiqib qolardi. Shuning uchun o'zimni ham xotiramni mustahkamlash uchun sizlarga ham agar ozgina foydasi tegadigan bo'lsa, o'shani ham bir aytib qo'yay deb tugatdim hamki, mana men aytib turgan odam hali ham chiqqani yo'q. Mayli, sog' bo'linglar, hammalaringga rahmat. Xudo xolasa keyingi safar sichqonlar haqida gapirib beraman. Unda ham bitta zo'r istoriya bor. Rahmat Abdulaziz aka. Uzr, sizni haligi nima desam bo'ladi, temizga aralashib qo'ydik. Hozir tema degan gap trenddayu. Sog' bo'linglar akalar. Ya Jahongir aka, bu ham haligi ambitsiyaga kiradi, bosh vazir qilib saylash ham. Ikkinchisi yuguruvchilarning misoliga kiradi menimcha. Hop. Umuman olganda gap shu, self help kitoblar menga yoqib turgan tarafi mana M Factor yoki masalan boshqa kurslar chiqyapti har xil mavzularda. Bu yaxshi albatta. Ya'ni buni hech qanaqasiga to'xtatish kerak emas bunaqangi narsalarni. Sababi aynan shu kontent yetishmaydi hozir bizda odamlarga. Mayli, sog' bo'linglar akalar, xudo xolasa. Mana shu yerda YouTube kanal ochsam nima bo'largina, Abdulaziz shundan bir maslahat berib yuborishingiz kerak bo'ladi. Mayli, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum.